Ayrim haydovchi iltimos qilib qolaman. Oxir paytda ko'p ko'ryapman. Shu holatda avariya bo'lganda men jo'natishyapti, kim aybdor? Bu yerda eshik ochib olgan aybdormi yoki urgan aybdormi? Yo'l harakat qoidalarini 94-bandda ham yozib qo'ygan. Agar boshqa yo'l harakat qatnashiga xalaqit berilgan bo'lsa, xavf tug'diradigan bo'lsa, transport vositalarining eshigini ochish mumkin emas. Shunga e'tiborli bo'linglar. Eshikni ochgan aybdor bo'ladi bu yerda. Eshikni ochayotgan paytda qaranglar, orqani ko'rsin, ko'zgu bor. Yo'qmi, odam bo'lishi mumkin, velosipedmi yoki yo'l tomonga chiqayotganda qarash kerak shu narsalarga. Ayoldan kelayotgan bo'lishi mumkin, eshikka urilib ketishi mumkin. Sal e'tiborli bo'linglar. Ertaga odamning hayotiga ham ziyon berishingiz mumkin yoki o'zingiz ziyon topishingiz mumkin bu holatda. Sizlarda ham menimcha bir marta bo'lsa ham bo'lgan bu holat. Misol uchun eshikni ochib olgan bo'lishi mumkin, qaramasdan turib. Haydovchi sifatida yoki yo'l sifatida eshikni ochib olgan bo'lishi mumkin. Ozgina qolgan bo'lishi mumkin, urilib ketishiga balkim, urilib ham ketgandir. Yoki piyoda sifatida kelayotgan edi, bitta haydovchi yoki yo'lovchi eshikni ochib olgan, tepib ketishiga ozgina qolgan bo'lishi mumkin. Yozinglar kommentariyada, fikrlarni qoldiringlar. O'qisin qolganlar ham, sal hayqsin, ozgina e'tiborli bo'lsin. Like bosinglar, tanish bilishga jo'natib qo'yinglar. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar.